Tak, 106 kupe, 107 kupe, 108 kupe. Qani? Sherzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Salomat. Og'a, bormisiz? Kayfiyatli yaxshimi? Rahmat. Xush kelibsiz. Ana endi do'stlar, Sherzod og'amiz bilan bir chiroyli intervyuni olib o'tamiz. Sherzod og'amizni tanishtirib o'tamiz. Sherzod og'amiz asli Namangandan, Xorazm viloyatidagi, Qoraqalpog'iston Respublikasindagi barcha eng go'zal tashlangan xo'shroy dizayn bo'yicha hamma to'yxonalardan oldin bo'lgan Xorazm Urganchdagi Versal to'yxona. Keyin yana Xorazmda qaysi? Xorazmda Xivada. Xivada. Gostinsa remont qildik. Gostinsa. Islomxo'ja gostinsa. Islomxo'ja. Nimani qildik? Qasmada to'yxona qilib berdik, bir to'yxona. Nomlari u paytda qo'yilmagandi, hozir qo'yildi. Keyin avi Miskindagi eng zo'r to'yxonani Beksaroyni ham siz qildingiz. Keyin To'rtko'lda Tumor to'yxonamiz. Havo, gapni qisqasini aytadigan bo'lsak, shu og'amizni qo'li gul. Og'amizga nov ish topshirsangizlar gul atadi, xudo xolasa. Ibona kelishsangizlar bo'ldi. Hamma gap bunda, Albatta. Hamma gap shunda. Bugungi bizning manzilimiz aytib o'tsak, Jizzax shahrida Basirat restoran. Basirat restoran. Bu Basirat restoranimizni vagon stilida bizlara bir chiroyli bir narni ko'rsatdi. Uka yur ko'r dedi. Чистый vagon. Yuring og'a, bu yerni bir ko'rib chiqamiz. Bu yerni ko'rsatishingiz mumkin. Nima qiling? Чистый vagonning boshqacha atmosferada o'tirasiz. Qara vagon yetib qotir. Keling aka. Yana vagonning yemunda kupe, ya o'zingiz ham hayron qolgansizlar. Uka suvmi? Beramiz. Rahmat. Brendini ko'rsatamiz. Biz boshqa suvni reklama qilamiz-da. Siz ko'rib qolmasin. Basirat restoranida ibannam ko'rsatib bering. Qarang, чистый vagon, kayfiyatli ko'taradi. Mana devorlarimizga 3D da chizilgan, to'g'ri vagon oxirigacha. Bu osmona qarang, osmona. Osmon. Devorlarimiz vokzal stilida. Yoraversiz lekin og'a, haqiqatdan qo'limiz gul. Yana ishda yaqinda kutib turadilar, qo'ying imnerda. Ya, poyezd kelishini ishini qarab turaman. Yana keldi. Bu tog'liqqa chiqib ketadi ekan, o kartinkaga qarangda. Qo'lda chizilgan mehnat. Jizzaxdan vodiyga qarab yurish. Vodiyga qarab. Ana yuring og'a, endi biz bu restoranni yana bir sizlarga yoqadigan yerlarning dizaynlarini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa endi men Jamoliddin TV YouTube kanalida restoranlarni dizayni bo'yicha bir loyiha boshlajakman. Bu ideyani siz berdingiz menga. Siz berdingiz. Sababi ava restoranlar hozir bir-biridan qolishmasligi uchun dizayn, remont taqlabatdi-ku. Endi men chetdan boshlayapman. Xudo xolasa ertaga Namanganga boramiz axir. Albatta, Namanganga. YouTube kanalini ko'rib, shu og'amiz haqida ma'lumot kerak bo'lsa, hamma telefon raqamlarini qo'yamiz. Tadbirkor, biznesmen og'alarimiz restoranmi, kafemi, kichkina fast food narsalar qiljakmisizlar. Shu og'am bilan bog'lanasizlar, pulni kelishasizlardan chiroyli qilib, nomeradin qilib, sami glavniy qiladigan ishingiz to'yxona axirang. To'yxona, restoran, uy-joylar ham. Uy-joylar ham. Xonadon uy-joylarda ham eng oxirgi so'nggi modelda chiroyli qilib, dizayn qilib ishlab beramiz. Lekin maqtad emas, bir gap aytaman. Qilgan ishingiz betakror. Havo, takrorlanmas dedi-ku. Chunki hozir ko'p yera boramiz. Atachento'dan hammasi, tushundingizmi? Shunday, ko'payib ketdi. Atachento, keyin aboy. To'g'risanmi? To'g'ri. Sizni qilib turgan ishingizni ko'rib turibmiz, vagonni ko'rib o'zim azzatdim, vagonni ko'rib. Chunki men 1-2 marta vagonga chiqib olmaganman, biletim bo'lmaydi. Hozir bu yerda mutakan takansa chiqib o'tiraverasiz. Erimganlar ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Kechqurun kelib, og'amni o'zi taqlab qo'yibdi. Soya salqin, muzika ketib turibdi. Hozir sizlarga birinchi o'sha restoranni fasadidan boshlayverang. Eng birinchi, keyin ichana kabinalarga kiraveramiz. Ko'raverasizlar. Shu Basirat Family restoran tabas qo'ydi, ya'ni oilaviy restoran. Oilaviy restoran. Buni qo'lda chizildimi, chat dizayn chat taqlandi. Buni kompyuterga o'tirib dizaynini yaratdik. Shu yerda bu quyoshga sovuq issiqqa chidaydigan eng qimmat qog'ozdan ishlangan. Necha yil bo'lsa ham shunday effektda turadi. O'zgarmaydi. O'zgarmaydi.
To'g'ri qilibsizlar. Sababi hozir bannerlar mana bu issiqqa chidamayapti-da, banner, Shunday. oddiy bannerlar. Deshandan ko'rinadi holati. Basirat restorani Jizzaxda oldi restoranlardan bo'lsa kerak bu. Xudo xolasa Jizzaxda oldi restoranlardan biri bo'lib faoliyat yurgizyapti. Biz Zo'r endi boshlanishi hammasi joyida. yana fasadni ko'rishingiz mumkin. Fasadlari. Yangi ko'rgan vagoningizni oldi qismi bu. Shu restorandamiz. Endi ichkaridagi atmosferalarni birin-ketin ko'rib chiqaveramiz. Yuring. Restoranni fasad qismini keyin tashqi letni hisoblarni ko'rsatdik. Endi sizga bu ichana girib kelish holatini ko'rsatamiz. Endi bu yerda bir narsa aytib qo'yinglar. Men bu restoranni reklama qilsam odatda mumkin emas. Gavhar milliy taomlari bizning sponsordan, lekin siz uchun reklama qilyapmiz. Tushundingizmi? Siz uchun. Qani yuring. Bu yerda ko'rib turibsizlar, dizayni, mana yoqqan yeri. Bu yerda shunchalar ovqat pishtiribdi, lekin is yo'q bu yerda, lishning is yo'q. Shashlik, salat, palat hamma narsasi pishtiribdi, lishning is yo'q. Endi keling. Bu oilaviy kelib, rasman tushib ketadigan yer. Ya'ni aynan shu Basirat oilaviy restoraniga kelganingizda bilinadigan fotosessiya qilinadigan yeri. Bu gap yo'q. Bu Baralev deyiladi. Turkiya Nima deb aytiladi? Baralev. 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 Bu Turkiyani ko'pchilik Istanbulning ko'piriku. Osmon ko'prigi ko'pchilik biladi. Ha? Mehmet Pasha ko'piri. Buni Mehmet Pasha ko'piriligini hozir bildim. Bu turk axi bu. Aytdim-ku axiyasi. Axir, Magomed o'zingni ham ko'rsatib qo'y. O'zingni ham ko'rsatib qo'y. Muhabbar ko'rsataman. Nina. Haqiqatan go'zal. Shu asosan turk yo'nalishida ochilgan restoran. Bu uydagilar svetlarni o'chirmay uxlabdi o'xshaydi, ya hali O'sha u tarafda hozir kech tushdi. ha. Svetlarni o'chirmabdi bu. Bular o'chiribdi. Ha. Qarz bo'lib qolmaylik deb. Svet. Gap yo'q. Endi keling benimle ko'raveramiz. Bu akşam ölürüm, ben kimse tutamaz, sen beni tutamazsın. İçine giresen, yıldızlar tutamaz deb. Gelavering. Endi sherzda bizani hozir ko'rib turgan podpischiklarimizga главный necha so'm aytib berish. Bu kvadratini chalim bu yerni. Bu yerda kvadrati 400 kvadrat atrofida bo'lishi. Bu yerda qilinadigan mehnatlarning har bittasi отдельно kvadrat bo'lishi taxlangan. Sababi patolog qismimizdagi marakanskiy stildagilar 200 mingdan 350 minggacha taxlangan. Mehnat. Общий so'm pul chiqdi ishora. Общий. Siz tugatib kilit podключib berasiz-ku. Общий. Общий bu yerga chiqqan pulimiz vagon restorani hammasi bo'lib 750 million chiqdi. 750 million ha? Remontni o'zini. Remont o'ziga. To'laqda yo'q hali. Ha, shu qilgan mehnatingizni pul. Qilgan Ha, mehnat. ichidami? 750 millionni ichida hammasi. Yo'q. Bu 750 million pul haqqi. Ha, qo'laqqa edi. Oho, Sherzod aka. Mana do'stim. Sherzod aka. Lekin общий hisoblaganda arzon, chunki shuncha ishni hisoblasangiz, hozirgi kundagi narx bo'yicha общий hisoblasak 1,5 milliardga qadar borib. Qo'ldan kelgan. Endi sababi sizda bu fikr bo'ladimi odamning ichida? Ijodkor odam Duman pulni yuzuna qaramaydi. Ijodkor odam. Endi ishlash kerak, puldan bosish kerak vaqtida. Lekin masalan, ishni bir chiroyli ataman degan vaqtida ichamdan bir narsa keladi, vaqtida pul ko'rinmaydi go'zal. Go'zal. Haqiqatda ijod atasing kelar, shu vaqtida urib berilgan. Paytda u pulga qaramaydi. Sherzod aka, shu telefon qilgan vaqtlarimizda ijod atasi kelib turgan vaqtida uringlar. Yaxshimi? Arzonroq aytib beradi. Agar pul deb turgan vaqtida ursangizlar, cho'lasizlar, aytib qo'ying. Sherzod aka, mana bu o'zingiz dizaynlarni o'zingiz boshidan oxirigacha yurgan restoraningizni ko'rdik. Gap yo'q. Menimcha nima deydi, klientlar ham rozi bo'lmasa kelmaydi-ku. Albatta. Odam ko'p. O'zimiz ham to'g'risini aytadigan bo'lsak, o'zimiz ham bir 15 minut, 20 minut kutib turdik girish uchun. Yana Sherzodning mashina.
No, Fatonda ham mashinami bu? Faton. Qaysi firma brendniki bu? Bu Faton firma brendi Xitoydagi mashina. Xitoyniki, ha? Ha. Buncha so'm oldingiz buni? Buni 45 mingga olganmiz. 45 ming dollar. Dollarga. Nomer necha so'm? Nomerimiz o'sha paytda 25 million. Endi 3-4 yil oldin olganmiz. Endi bu kasbga qanday qiziqqansiz? Bu kasbga qiziqishimiz sababi avvalo ota-onamizdan boshlangan. Chunki onamlar ham, dadamlar ham naqqosh, rassom bo'lganlar. Ha, naqqosh. Unda oilaviy-ku. Oilaviymiz. 5 ta ko'ka oilaviy, hammamiz shu sohada. Singillarimiz. Qayerni tugatgansiz? Men o'zimiz Uchqo'rg'onda naqshgan san'atini tugatganman. Kollejini. Teatrlarni Benkovlarni ukam Doniyorbek tugatgan. Hozirgi kunda o'g'illarim shu dizayner, interyer sohasi bo'yicha o'qishga xudo xohlasa imtihon topshirishdi. Katta o'g'lim Samarqandda Samdaqiy arxitekturani bitiryapti. Shu oilaviy shu sohadamiz. Biz kichkinaligimizda shu cho'tka o'ynab katta bo'lganmiz. Kraska bo'yoqlar ichida. Endi sizga o'rganish ham qiyin bo'lmaydi-da, sababi ko'zingiz oldida otangiz, onangiz shu ish bilan shug'ullangandan keyin Jizzax shahrining markaziy ko'chalarida. Lekin bu yerda daraxt ko'p ekan, Xorazmda sal daraxt ozroq. Shunday. Sabab bu yerda ko'p yomg'ir yog'adi, menimcha. Yog'ingarchilik ko'p. Yog'ingarchilik. Ertaga biz Xudo xohlasa Namanganga boramiz. Namangandagi shu akamizni bir ikkita obyektlar bor, ular bilan tanishib, keyin intervyularimizni yana davom qildiramiz. Xudo xohlasa, endi Namanganda ko'rishguncha deb qo'yasiz. Albatta, Namanganda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Hammaga sog'lik salomatlikda. Bu yerda ko'rsatishimizdan maqsad biz ishlatadigan mahsulotlar, eng yaxshi mahsulotlar bor. Shu yerda mana do'konimizni ko'rishingiz mumkin. Fasad qismidagi reklamalardan tortib ichkari qarab kirib boramiz. Asosan aroma atechenta mahsulotlari bilan foydalanamiz. Sababi juda ham sifati yaxshi, juda ham chiroyli. Bu yerda dekorativniy ishlar bo'yicha reklamalar qilib berganmiz o'zimiz. Trafaret, mana kamin toshi stilida, trafaret har xil ko'rinishida mana bemalol qanaqadir bundan boshqa yangilik bo'lsa, bularni ham chiqarib bera olamiz. Ko'rish uchun, tanlov qilish uchun chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Art beton. Bu yerda mana yana bir yangilik mahsulotimiz bor. Atechentani qattiqroq materialda ko'rinishi. Bu yerda 12 oynadan foydalanganmiz. Har xil fonda yonib turadigan. Bu tarafda atechentani har xil ko'rinishdagi bezaklari. Aroma atechentamiz mana qum Sahara deydi. Mayda qumli atechentadan mana atlas stilida qilib, yo'li parasati qilib ishlaganmiz. Bular mana showkoviy ko'rinishda. Bunisi mana yana bir sentrokaga olingan palasa yo'nalishida. Har xil ideyalarni chiqarib, tanlov qilish uchun chiroyli bir ko'rinishda qilganmiz. Baqirchalardagi atechentalardan foydalanamiz. Juda ham zo'r sifati. Boshqa atechentalardan ham ishlatamiz, lekin bu atechentalarimiz 5-10 yildan bliskasini yo'qotmaydi, sifat darajasi juda ham zo'r. Assalomu alaykum, jigarlarim, qalaysizlar? Kayfiyatli yaxshimi? Bugun sizlarga va'da berganimizdek Jizzaxda va'da berdik. Namanganga borib yana davom qildiramiz deb. Shu bahona abetam bo'lib qoldi, qornim ochib qoldi, to'g'risini aytadigan bo'lsak, endi Sherzod otamning qo'lidan bir namangancha dimlama yeb ko'ramiz.
esa boshda bir ovqatlarni bir masalliqni taqlab borib, keyin go'ning etib boshlayveramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Navni go'shi bu xudo xolasa. Mol go'shi, Ha, mol go'shi. Ha, bildingiz-a, Xorazmlikka qo'y go'shi yemaydi. Albatta. Rishotbekning davolanishi chiqib ketdi kechim bilan. Shunday bo'ldi. Sizni ham eshitdimki. Menda ham bo'ldi. Bismillah. Go'shtni taqlab dimlamani yomoni bo'ladi. Bizda Xorazmda tog'a yomoni degani yomon ma'noda emas, yaxshi ma'noda ishlatiladi. Eng zo'ri. Mashina olsang, mashina yomonni olsang-ku deb. Boshqa joylar yomonlab turibdi deb o'ylaydi. Ovqat pishiradigan bolalar, shinamanda bolalar bo'ladi-ku, ovqat pishirishni. Siz ham shundan qiziqasizmi axir? Shunday. Ovqat qilishga qiziqaman men ham. Obyektlarda ko'proq o'zimiz shunaqa bir tashkillashtirib, bolaga ovqatlarni qilib, osh shunaqa dimlamalarni qilib turamiz tez-tez. Yegan odamlar bo'lgan axir oldin. Ha. Bugungi proyektimizni главный sponsorlaridan Gullan Tuz. Gullan Tuzni sizlarga tavsiya qilamiz. Marinovat atsangizda ishlatiladigan tuzi addenniy, non uchun o'zlarini addenniy tuzi bor, ovqat uchun addenniy tuzi bor. Keyin yani duzi kam odamlar bo'ladi-ku, ko'p so'zlayveradi. Ular uchun ham duz ishab qo'yibdi. Sapparib so'zlashib o'tiraverasiz. Takansa. Aka-ukalar hammasi sizlarni bir xil yo'nalishda shu, ha? Ha, bir xil yo'nalishdamiz. Lekin tuzga ham gap yo'q lekin. Ya, Gullan Tuz. Yo'q, har bir yo'nalishga mana shu qizilni salatga solasiz. Anavi yirigini nima qilasiz? Marinovka, baliq, go'sht marinovkaga. Mana bu sinisini bonka bosganda ishlatiladi. Siz bu bonka bossangiz otmaydi bankalar. Отвечаю, u otsa tuzdan bo'lmaydi, u bankani yaxshi yulmagandan bo'ladi. To'g'ri. Ko'proq oldin o'xshaydi, qarab, ha? Ana endi kartoshkamiz solindi. Kartoshkani izidan nima xudo qilasa? Kartoshkani izidan endi ozgina piyoz, bolgar, pomidor qilib qavat-qavat qilib bosib chiqaveramiz. Makkamiz bor, oshqozonimiz bor. Hozirdan o'sha ovqat yeyazim gap turibdi. Shuning uchun o'sha boshqacha teryapti. Endi bu yerda hozir masalliqlarimizni shu yerda Sherzdaganni og'alar, ukalar hammasi taqlab qo'ydi. Shuning uchun uni hammasini tayyor deb o'tirmanglar. Sababi birinchidan ikkimiz qiladigan bo'lsak, yetdi. Vaqt yetmay qoladi. Vaqt amancha. Hozir 5 aka ukasiz. 5ingizni kasbingiz ham bir. Baralevka, kengash, miramir bir narsa dedingiz. Endi qaysi ukangizni ishini bir ishonch bilan birovga ish berib bilasizku. Endi hammasi ham unaqa bo'lmaydi-ku. Yoki og'angizmi, qaysisini bir orqayin ishonib bilasiz ishni. İşte bizda hammamiz ishonchli. Yo'q, baribir bunaqa bo'ladi-da. 5 ta farzand. Bittasi eng zo'ri bo'ladi. Hammasi ham professional bo'lish mumkin emas unda. Menda ham 2 ta o'g'il bor. Baribir xarakteri nimasidan baribir zo'ri ma'lum bo'lib turadi-da. Shuni aytyapman. Ish bo'yicha sizga qaysisi? Ish bo'yicha endi ko'proq ukalarimizni qilamiz-da. Endi akam ish bo'yicha hammasidan zo'ri-yu. Doniyorbek Baralevda ishonchli, hamma joyda qanday klientlar xohlasa, Doniyor ham ko'rsatib bering, Doniyor hamni. Baralev. Vinisanka Atachenta bo'yicha Mahmudjon ishonchli. Hammamizni nimamiz ishonchli. Ha, o'zi yo'nalish bor ekan, ha? Qayerda Atachenta bo'lsa, eng zo'rini chiqarib beradi. Hali ham 5 ta akasi, 10 ta bo'lsa, bu hammasi zanit ekan baribir, ha? Dostonbek qani? Dostonbek bu eng kenja ukamiz. Bu nima ish bo'lsa birinchi turadi. Bordi keldi tashkillashtirishda. Qaydan qayga bo'lsa ketaveradigan. Biz yo'q baydan aqacha hozir bormaymiz, boshqa deb tursak, unga farqi yo'q. Borib bosib ketaveradi. Yana biza xudo xolasa hozir soy bo'yina chiqacakmiz. Tabiat go'zal deb turibdi Sherzod aka. Birgalikda chiroyli manzaralar, yaxshi joylari ko'p. Birgalikda tomosha qilamiz. Jigarlar, qalaysizlar? Nanayni bir bizada yop deydi-ku, yop emas lekin bu. Yo'q. Anhor deb aytiladimi? Bu
bizda ariq deb ataladi. Ariq. Kattaroq ariq ko'rinishida. Bizada suv bo'lsa bo'ldi, hammasi yap bo'ladi. Mhm. Ko'l bor, отдельный, unga baliq boqiladi, keyin shuni suv ko'rsak bo'ldi. Yap deb yuraveramiz. Mhm. Chunki salmonlarni yo'qotib berdilar-da, beton quyib beradilar. Shuning uchun yapni topdik, chiroyli manzara. Bu yerda bolalar suv tushib yotdi. Ko'rsatib berishingiz ham mumkin, bolalarni bir suv tushib yotganini. Bizlar ham juda ham sovuq. biz ham suv tushamiz o'xshaydi deb yalvardik. Buzdi suv ekan, birgina mard topildi, o'zing ko'rsatib bergani. Birgina mard suvdan o'tgan. Yine Magomed. Shu yerda yine tabiatning qo'ynidan chiqdik. Yapda bolalar suv tushib o'tdi, azatib o'ynab o'tdi. Endi ishingiz yuzasidan yana bir savol. Agar sizni ko'rib, masalan, shu havas qilib, shu odamga shogirdlikka tushaman desa, xudo xolasa telefon raqamlarini qoldiramiz, Instagram profillarni qoldiramiz. Shogird olasizmi? Albatta shogirdga olamiz. Xorazm viloyati, Qoraqalpoq respublikasidan masalan ko'rsalar, shogird keyin necha yil vaqt usta bo'lib chiqishi mumkin? Shogirdlar endi 5 yildan 10 yilgacha biz sohamizda usta bo'lib chiqishi mumkin. 3 yilda shu o'rtacha bezak bo'yicha qo'lidan keladigan usta. 3 yildan. Oddiy ustochilikni o'rganaman desangiz, telefon raqam qoldiramiz, bemalol shezdanimiz bilan bog'lanaverasizlar. Keyin bir yerda mazali ish chiqib turibdi. Shu sizni dimlamangiz pishdi. Hidi kelyapti. Borincha qo'shirayotib, taxlab yeb o'tirgan bo'lmasinlar, boshda biz ham yeyalik. Shuncha mehnat etdik. Do'stlar, davom qildiramiz. Ana endi ovqatni ochamiz. Xudo xolasa bizani Namangancha dimlamamiz tayyor bo'ldi. Isindan ma'lum bo'lib turibdi, mazali bo'ldi o'xshaydi. Qani, bismillah deb ochib beramiz. Bismillah. Oho! Pyari ki da, zindagi da, pyari ki zindig. Bu boshqa qo'shqadi-ku, ha? Lekin Xudo xolasa zo'r. Mana shu qozonni olib qochib ketishinglar yo'qmi? Ikkalamiz u soy bo'yiga o'tirib, O'sha yerda hid bo'ldi keladi. Qarang. Kadi, iljirak ketgan, iljirak ketgan. Qani? Og'zingda deydi. Yarı bersiz tog'a. Buni yeyali, iltimos. Qo'g'ri kamerachilar suvini batdi-ku. Bu taomni yegan odamga anaman issiq hech ham ta'sir qilmaydi. Eng issiq joyda ham yuraveradi. Yermish. Terishingda pichoq tova. Ina. Haqiqiy Namanganni dimlamasi geldi. Qani keling. Ya do'stlar, dimlamamiz ham o'rtaga keldi. Sherz tog'amizning oilasi, aka-ukalari, tog'alari, jiyanlari hamma shu yerda, shogirdlari. Demak, sizlarga bu videoni ko'rsatishimizdan maqsad kimnidir to'yxonani uzatish kerak, restoran, kafe, bar, uyni nechik variantda, nechik dizaynda ishlab beradi desangiz, xohlaganimiz dedingiz ham mos. Demak, bugun ko'rsatuvimiz Sherz tog'amiz uchun edi va ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Sherz tog'amizning nomerlarini, hamma profillarini Instagramdami, Telegramdan bo'lsa hammasini qoldiramiz. Sherz tog'a o'zingiz bir chiroyli gap bilan yakunlab berasiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana ovqatlardan pishirib oldik. Gap yo'q. Mazasi zo'rmi? Shuning uchun sizga o'tirardim, men yeymoqchiman. Bu ovqatni ko'p qilamiz obyektlarda, uyda, oila davrasida. Shunga mazali, yaxshi chiqqaniga har doim shu ovqatni o'rganganmiz pishirishga. Shogirdlarimiz bor, berganda kelisha olmagan. Alisher, Jasurbek, Shohrubek, endi ismini aytsak juda ko'p. Ularga ham kattakon rahmat. Shu bolalar ham hammasi shu birdek harakat qilishadi. Qayda obyektda bo'lsa yonimizda yelkadosh. Hamma shogirdlar qolganlarga ham hammasiga rahmat katta.
Demak, bizani kimdir aytilmagan. nomi aytilmagan bo'lsa uzr so'raymiz, chunki vaqtimiz chegaralangan. Hamma shu Sherzod akamizni, tog'amizni, og'amizni shogirdlari bo'ladigan bo'lsa, hammangizga katta rahmat. Ish qarsaklar siz uchun. Salomat bo'linglar. Ko'rishamiz. Jamoliddin TV